Assalomu alaykum. Salyut akalar, salomatmisizlar? Kulgulation kanalimizga xush kelibsizlar. Mana bugun jiddiy bashara bilan jiddiy anavi bilan navbatdagi ko'ring faqat yig'lamang rubrikamizni navbatdagi sonini olishga qaror qildik. Bu videoni bizaga Ahmadjon ukamiz taxlab berganlar. Ahmadjon joningiz sog' bo'lsin. Hali videoni ko'rganimiz yo'q, lekin oldindan rahmat. Bugun biza bilan birgalikda Javohir Janoboriylar. Assalomu alaykum do'stlar, salomatmisizlar, yaxshimisizlar, kayfiyatlar yaxshimi? Xo'p, ko'ring faqat yig'lamang. Buni ham ko'pchilik so'rashadi. O'shaning uchun orada baribir buni ham chiqarib turamiz va og'a aytgandek Ahmadjon bizga videolarni tayyorlab beribdi. Qanaqa videolar chiqib keladi? Birgalikda hozir ko'ramiz akalar. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ha, Boshladik-a? boshlang. Mushukka hayvon qanaqa qilib bolasini ko'mishga aqli yetishi mumkin? Qanday aqli yetmaydi? Unda ham tuyg'u bor-ku, Javohir. Itlarni yig'laganini ko'rmaganmisan? Ko'rganman, lekin Ko'rgansan. bolasini Otni yig'lagan. Ularda ham his-tuyg'u bo'ladi. Prosta ularda aqli anusi 3 yoshli bolanikidek bo'lar ekanda. Ha. Ularda ham bo'ladi. Prosta endi hayvon baribir hayvonda. Orqada timsoh turibdi. Ha. Vay. Yomon, yomon. Yo'q, uni anu chayka qushmi? Ha. Молодец. Yana bitta teparoq chiq. Ha, ana chiqib Oh! Хорош. Хорош. Okay. Молодец. Sevdin beni bir zamanlar. Diyorsun nasıl giderim? Urup geçti ama. Umutlarım ne olacak? Acılarım, gözyaşlarım, hesabını kim soracak? Vay, keldi. O'zi topib keldi anoni qara. Ardıma bakmadan gitmek zor. Alışmak zor şeydir nedense. Yaşamak ya da ölmek aynı. Yalnızlık o ayrı işkence. Diyorsun ki gözyaşların faydasız. Müşük. Vay. Rostdanmi yo AI mi bu? Yo'q, AI Rost. emas. Bular hammasi tabiiy videolar. Yo, anu qanaqa ovqatini go'shtini beryapti anunda go'sht yo'qligi. Ha. Itlar ham aqlli bo'ladi-da, tем более овчарка itmidi u? Yo'q, sariqroq edi anu. Baribir aqlli bo'ladi itlar. It vafo deyishadi-yu akalar.
Nimaga o'sha misol uchun shuncha odam o'tyapti, bu tomonga ketayotganlardan birortasi olib o'tib ketmadi misol. Farqi yo'q, ayolmi, erkakmi, yengil narsa, itarib olib o'tib bo'lsa bo'ladi. Endi Javohir Yaponiyada u yaponlar-yu adashmasam, Yaponiyami, Koreyami? Ha. Yaponlar bo'lsa kerak. U yerda odamlar bir-biriga unaqangi e'tiborli emas-da. Bu bizda u. Bizda endi Xudoga shukr yordam beradigan odamlar bor. Bizda kuladigan odamlar ham bor-da. Chekkaga chiqib qarab turadigan. Bizda hamma joyda bor unaqalar. U tabiiy hol. Никогда не теряй своего достоинства. Последний величие, достойный вид, обессиливающего волка перед охотником вызвал волну восхищения в сети. O'zingni g'ururingni yo'qotma hech qachon deydi. Nima bo'lgan bu? Otishganmi, nima qilishgan? Otishgan ha. नदी रहा हूँ ना मैं मुझसका ऐसा मेरा हशर है बन गया तो पहले मैं खाना था वो घर है बन गया कि अब तो साकी ने भी जाम का हिसाब ना रखा दर्द होता है दर्द होने दो जख्म गहरा है इसे रहने दो दिल जलता है Menda olib PUBG o'ynaydi-da bola. Balkim PUBG o'ynamas, qayerdan bilasan? Endi o'shaqa bolaga o'xshaydi. Men never cry. Erkaklar hech Nima qachon degani? yig'lamaydi. Ayollar aytadi, erkaklar hech qachon yig'lamaydi deb. Blue, green, red to keep me Why? out. I win. There's things I wanna say to you, but I'll just let you live. Like if you hold me without hurting me, you'll be the first to ever did. There's things I wanna talk about, but better not to give. But if you hold me without hurting me, you'll be the first to ever did. Menimcha og'a mana shu erkaklar yig'lamaydi deydi-yu. Ayollarni misol 100 ta ayol yig'latgan sabab misol uchun bitta erkakni yig'latmasligi mumkin, lekin bitta erkakni yig'latgan sabab minglab ayolni yig'latishga yetadi. Menimcha emotsionalniy kuch tomonidan. Menimcha o'ta chunki erkak yig'laganda demak vaziyat juda boshqacha bo'ladi, og'ir bo'ladi yo qanaqadir o'ta emotsionalniy bo'ladi. Erkak kishi chiqarmaydi tashqariga Javohir. Ancha paytda ushab turadi baribir, lekin usholmaydigan vaziyatlar bo'ladi, u juda og'ir bo'ladi u vaziyat. O'shandan topadida kasal bo'ladi, erta o'lib ketadi, Xudo saqlasin. Mana shunaqa xullas. Камине в 6 утра Uy! фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота. Nima deb o'ylaysiz? Og'a mana shunaqa yotgan paytda to'xtab qoladi-ku bir xilgilar. Endi ko'ngli bo'shligidandir, balki xarakteridandir.
mana shu ish professional deb o'ylaysizmi yo professional emas deb o'ylaysizmi? To'xtab qolish, yotganni dabit qilish mumkin emas o'zida. O'zi aslida anu MMA'da ruxsat berilgan qachonki sudya to'xtatguncha. Tushunyapsanmi? Lekin shunaqa sportsmenlar bor, O'zi vaziyatni o'zi ko'radi-da, bo'ldi deb vaziyatni to'xtaydi. ko'radi-da, o'zi baholaydi-da. Chunki bitta udar ham ko'p narsani o'zgartirib yuborishi mumkin-da, travma olishi mumkin, miyadan travma yoki boshqa joylaridan. Uni karyerasi ertaga raso bo'lishi mumkin-da. Nafaqat Tushunadigan- karyerasi, hayoti tamom bo'ladi-da uni Ha, agar bitta hayoti yutuq tamom bo'lsa. bo'ladi-da. O'shani tushunadigan sportsmenlar bor, Xudoga shukr. Tushunmaydiganlari hozir ko'p. O'zini ko'rsatgisi keladi hammani oldida. Chunki hozir o'sha yotganni ursa hamma o deydi-da unga. Tipo mana shunaqa o'ylaydigan ongi pastlar ham bor. Mana shunaqa. Dadasi o'lgandan keyingi debyut ekan. Darvozabon. Ha. Uni qo'shiq, ana ismini qo'shiq qilib kuylashdi-da nimada maydonda. Oscarmi? Voy. Jokerga berishgan-ku Joker rolini anu bolaga. Something died, 'cause I knew that was the last time, the last time. Nega? O'lganmi? Qizi o'lganda qizi buni. Qizi o'lganda uni Javohir. Akalar, mana shu sizlarga anu hech narsa bo'lmasligi mumkin-da, u narsa masalan tushunmasliginglar mumkin hozircha. Endi hech kimning boshiga tushmasin unaqa narsa. Bolang ota-onang o'lsa deydi, qabrga qo'yguncha yig'laysan deydi. Bolang o'lsa deydi, qabrga kirguncha yig'laysan deydi. Juda og'ir narsa-da, juda og'ir narsa. Ishonaveringlar menga. Xudo saqlasin. Bo'lmasin bunaqa narsa. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Voy, marrazlar. Past lives could never hold me down. Lost love is sweeter when it's finally found. Yong'indan qutqarib qolgan ekan ayiqchani quchoqlayaptimi? Rahmat ayting. Our first time around, past lives could never come between us. Sometimes the dreamers finally wake up. Don't Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. So I'ma love you every night like it's the last night. Like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you.
was over and our time on earth was through. Shuncha umr kechirib bolalar balki bolasi bo'lgani, ko'pchilik bolasi bo'ladi-yu, lekin itga suyanib qoladi-ya oxirida, umrini oxirida odam. Qaraganda Men kerak qarang, bo'lmay qoladi. mamlakat narsada bu hayotda hech kim ishon kimga anu bo'lmasin-da, odamzod endi qarab qolmasin-da, kuni qolmasin hech qachonda. Даже bolalaring ham yoshi o'tgandan keyin, yoshi kattalashgandan keyin o'zini muammosi paydo bo'ladi, o'zini oilasi ulardan nimadir talab qilishing ham bir nito bo'ladi-da. Menga qaramayapsan yoki meni yonimga kelmayapsan degan narsalarni gapirishni ham sal anu qolasan-da, chunki uni ham o'ziga yarasha muammosi bo'ladi, o'zini anusi bo'ladi. Birovga qaram qilmasin-da hech qachon. O'shaning uchun oldin aytishardi, kattalar aytishardi, ot ustida jonimni oldirdi-yu, va mana bunaqa kimgadir zoriqtirib qo'yma, shu kuch-quvvatim borida jonimni oldi. Shunaqa Javohir. Shunaqa, bu juda og'ir narsa-da u. Sen tasavvur qilgin. Shuncha bolang bor sani, lekin yoningda iting faqat, bolalaring emas, tavba qildim. Astag'firulloh. Hayvon baribir boshqacha insonga akalar. Shalamga taqdir bitgan, yuragimni atkar etgan, otabegim deya kutgan, siz o'shamu. Shalamga taqdir bitgan, yuragimni atkar etgan, otabegim deya kutgan, siz o'shamu. Shalamga taqdir bitgan, yuragimni atkar etgan, otabegim. The last time. Kimlardir qaror qiladi urush qilishga. Kimlar azob chekadi bu yoqda? Bu itdan tarqaganlarni o'zi urushsa bo'lmasmikan mana shunaqa paytda? Yo, nega o'ylab topishmagan ha? Shuni masalan qaysidir davlatning rahbari urush boshlasa, o'sha ikkita davlatning rahbarini o'rtaga chiqarib, qani urush endi ikkalang haromilar deb anu qilsa, nega bu shunaqa narsa o'ylab topishmagan ha? Yo, o'zlari bunkerda berkinishadi. Eng yetib bormaydigan, ta'siri yetib bormaydigan joylarga berkinishadi. Bu o'yin arziydi o'ynab ko'rishga deydi. Itdan tarqaganlar. Stock and Boss. Vay. Egasi haydab yuborgan it bilan mushukni, ikkovsi birga yuribdi-da, ajralmasdan.
Shunchaki mehrli bo'ling. Voy, multfilm ko'rishyapti ekan. Вы сохраняли ему жизнь, чтобы он мог погибнуть в нужный момент. Вы растили его как свинью на убой. Только не говорите мне, что вы привязались к мальчику. Эктор, патрон! Лили, после стольких лет Всегда. Bu dadasi bo'ladimi Potter? Yo'q. Bu Potterni dadasi, onasi bilan birga o'qigan bo'ladi. Ha. Potterni oyisini yaxshi ko'radigan bo'ladi, yaxshi ko'rgan bo'ladi. Ha. Potterni oyisi boshqa birovga erga tekkan bo'ladi. Ya'ni Potterni dadasiga, James Potterga. Ha. Snape uni yaxshi ko'radigan bo'ladi. Oxirida Darri Smerti ikkinchi chastida oxirida o'lishi kerak bo'ladi-da Garri. O'lib Ha. tirilishi kerak bo'ladi. O'shanda aytilgan joyi bu. Ha. Ясного. Подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды мирно падали, как будто до меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты пожалел. В камине в 6 утра фотография. You don't have to be the bad guy. You are the most talented, most interesting, and most extraordinary person in the universe. And you are capable of amazing things. Because you are this special. So this was the diary. He pretty well locked himself up in the hotel in his apartment for a month or so to sort of galvanise the upcoming character in his own mind. That was typical of Heath on any movie. He would certainly immerse himself in the upcoming character. I think this was just a whole new level. The hospital room one was kind of intriguing because his sister Kate used to dress him up in a nurse's outfit. He looked pretty funny in a nurse's outfit when he was a kid, and he looked pretty funny in the nurse's outfit in the film. Nima edi u? Nima edi? O'limidan keyin olganmi Jokerga? Oscarni? Ha, o'limidan keyin berishgan. O'sha aktyorni dadasi ekanmi bu? O'g'lini kundaligini qarab ana qilyapti. U odam o'lganmi? Joker o'ynagan. Shunaqa rolga shu daraja kirganki, Gastinsada, ya'ni otelda 2 hafta ko'chaga chiqmasdan
polniy anusini o'rganib chiqqan. Jinnixonalarga borgan, asabiy odamlar bilan постоянно o'tirgan, постоянно ishlagan. O'sha roliga kirishish uchun shu daraja kirib ketgan. Даже syomkadan keyin choy ichgani, ovqatlangani, restoranga kirgan paytida ham o'zidan o'zi baqirib yuboradigan odat chiqarib qo'ygan. Tushunyapsanmi? Shu daraja kirib ketgan roliga. O'shandan kasal topgan deyishadi ko'pchilik, kasallanib o'sha sabab bo'lgan deyishadi hamda. Shunaqa. Yana uryapti. Yana uryapti, ko'ryapsan? Qarab qolsa ham. Harom. Disney tarixidagi eng emotsional kadr. Voy, mana shu menga psixologik bo'lgan bolaligimda travma bo'lgan mana shu. Qara. Rosa yig'laganman o'sha payt. Bunaqa bedanami? Bundan boshqa ovqat yo'qmi? Ana qozoq qaynayapti. U seni kiring qaynayapti. Yaxshilab qara. Chalabaq bor, bolajonlar. Simam kelsin. Ketyapman dadajon. Mana bo'ldi. Qara, o'tkirganga ziyofat bo'larkanda. Janob Strochga rahmat ayting. Menga qara. Bu bitta oyga nima bo'lgan? U qattiq kasal. Yaqinda bu kursi egasiz qolishi ham mumkin. Ammo aytmoqchisanki, Itu jam. هجام لف عليه لف 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 عليه لف عليه لف عليه هجام لف عليه هجام هجام تعال Ozodlikka qo'yib yuboryapti menimcha. Boqib ana o'qigan she'rini. تعال 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 هجام تعال ها ما عليك ما عليك تعال 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 ها ما عليك تعال 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 الله قاعد يمشي هجام aytadi. Biz o'layotganimizda jonimizda farishta oladi-yu. Tug'ilayotganimizda nimaga farishta bo'lmaydi desa, bo'ladi-yu, onang bor-ku deyishgan. Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, твоя обещания, пустота. Mufasa. Ko'rganmisiz shuni? Ha. Anu yangi
ishlanganini. Ha, yangisini ham ko'rganman. Shunaqa akalar, mana bugungi videomiz mana shundan iborat edi. To'g'risi bir yuraklarni bir yumshatib oldik, maza qilib. O'ylaymanki, sizlarga ham yoqdi degan umiddaman. Albatta videomiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va kommentariyaga o'z fikringlarni yozib qoldiringlar. Shunaqa do'stlar, hammaga e'tibor uchun rahmat. Og'a aytgandek like bosib, izohlarda o'zinglarni fikrlarni ham yozib qoldirish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar. Xayr.